Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan Nexus 2 suvi yoki antifrizini uy sharoitida almashtirishni o'rganamiz. Xudo xohlasa bugun bizga kerak bo'ladigan narsalarimiz limonning kisloti ikkita yoki bitta sovursanglar ham bo'ladi. Xudo xohlasa men 15 grammligini oldim, ikkita olib qo'ya qoldim. Buning uchun mashinamiz qizigan holatda bo'lishi kerak. Zavat qilib qo'yamiz va bachakni og'zini ochib limonni kislotamiz, qo'yib yuboramiz. Xudo xohlasa limonning kislotalarini sog'oldi, ikkalasini sog'oldim. Mashina zavat bo'lib ketdi. Iloji bo'lsa mashina qisib, ventilyator bitta aylanishini kutish kerak. Radiator sovutadigan ventilyator ishlaguncha iloji bo'lsa taxometr 2,5 оборот ushlab turamiz. Xudo xohlasa ventilyator ishladi. Ventilyator to'xtashni kutib turamiz. Mashinani o'chiramiz. Mashinamizni o'chirdik. Xudo xohlasa mana bunaqa ikkita korobka olamiz. Va oldi passajir tarafga tagiga qarab sekin kiramiz. Oldi passajir taraf kirganimizda mana kraniga bor. O'sha kraniga sekin buraymiz. Mashina qizigandan keyin suv qo'lni kuydiradigan darajada bo'ladi. O'shancha ehtiyotkorlik bilan sekin buraymiz. Birdaniga oxirigacha ochib olmaymiz. Boya aytganimdek, qo'lni kuydiradigan darajada bo'ladi. Ozgina ochib oldim. Vaqtda suvlar sekin to'kilishini kutolmayman. Где-то 10 minut, 15 minutda shu holat tursa, suvlarning hammasi to'kilib ketadi. Mashinadagi suv to'kilguncha mana qilib 10 litrli baklishga suv to'ldirib olsanglar, ishingiz oson bo'ladi. Xudo xohlasa, mana suv oqib bo'lgandan keyin kranni yechib oldik. Mana suv oqish to'xtadi. Bog'dan ma'qulay bo'ldi ko'rsatish. Mana kranlar yechib olingan. Suv oqish to'xtadi. Endi boyaga 10 litrli baklashdan olib chiqib suv bachokka yana boshqatdan suv qo'yamiz, чтобы ichi chayilishi uchun. Suvimiz bachokka suqancha quyib olamiz. Yo'ldan sekin oqaveradi. Suv quyib chayamiz. Agar kompressorlar bo'lsa, shuni yopib turib, havo urganida yaxshi, чтобы ichidagi suvlar tozalanib chiqib ketadi. Ko'pchilik savol beradi, kompressorda havo ursa yoki katta bosimda havo ursa, sanniklari, radiatori yoki bu joy teshilib qolmaydi. Yo'q, hech narsa qilmaydi, chunki mashina suv qaynagandan keyin radiator bachok ichida juda katta bosim bo'ladi. O'sha katta bosimga chidaydigan kompressor bosimiga ham chidaydi. Bo'ldi, ichidagi suvlarni hammasini chiqarib yubordik, ichini chayib yubordik. Oxirgi ishimiz qoldi. Radiator kranligini yopamiz va ichiga antifriz qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, men sizlarga uy sharoitida mashina antifrizi yoki suvni almashtirish ko'rsatib berdim, tushuntirib berdim. Agarda antifrizinglar yoki suvinglar balchiqqa aylanib ketgan bo'lsa, juda og'ir ahvolda bo'lsa, o'zingizlar tozalashinglarni maslahat bermayman. Foydasi bo'ladi, lekin unaqa katta effekti bo'lmaydi, chunki radiator suvi yoki antifrizi pechka tomonlagan shlankalar ketgan bo'ladi, suv kirgan bo'ladi. O'shaning uchun men sizlarga maslahat beraman. Agar balchiqqa aylanib ketgan bo'lsa, albatta o'zingizlar turadigan joydagi radiatorchi yoki o'sha antifrizchilarni oldiga olib borishinglarni, chunki ular shlankalarni chiqaradi, pechka tizimini ham polniy tozalab, shoyli qilib beradi. Xudo xohlasa, Nexus 2 mashinamizga agar 1.5 bo'lsa 602 litr, 1.6 dons bo'lsa 607 litr antifrizimiz ketadi. Xudo xohlasa o'sha antifrizni qo'yamiz. Agar sovutish tizimingizda utechka yoki ozgina bo'lsa ham teshik bo'lsa, iloji boricha ko'k antifriz qo'yganingiz yaxshi. Agar yo'q, yangi qildirganman, polniy sistemalarni alishtirganman desanglar, unda qizil qo'yganingiz ma'qul. Biz o'zimiz Nexus 2 mashinamizga Xudo xohlasa ko'k antifriz qo'yamiz. Vertexga juda ham sifatli Rossiyaning antifrizi. Xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi.